To'g'risida. Sen bola erta ko'rishsak, yaqinlashsak, nima tursam unaqa kasal o'tib qoladi. Ey, blin, shit. Ha, mayli, bir gap bilan. Sabi o'yinsanmi? Hello. Assalomu alaykum. Nima bo'libdi? O'ynatdik. Bos, jonkam. O'ynaymiz. Mayli, tretий личный qilmaydi, singilchamka. Men hali unaqa demadim. Voy Ya, endi aytyapman-da. Jigarlar, короче, bu Twitch o'zi qanaqa bo'ladi-da, короче, Sabi, ya'ni Layla xotini borligi biladi, boshqa qiz bilan gaplashishga qo'ymaydi. Hozir Sabini o'zi gapiray qilyapti jigarlar. Chiroyli chiqsa, bu qadar like bosib qo'yasizlar. I won my last match. Jonka, qancha? Ne urvozmi? Afifa, bugun kela olmading-a? Qachon kelasan shunaqa qilib? Yo. Ertaga xudo xolisa. Bo'ldi. Intizorlik bilan kutaman. Ne kuting. Bok bormi? Ben mikrofonni yo'z. Yo, men nima qildim, voy. Shuda, to'ba sen hayotingga aralashyapti, qarasin, men gaplashyapsiz debdi. Cho'tar netto. Sabin men mikrofonni yo'zani. Da mikrofon yo'qing. Nimaga yo'q? Sabab. Enangga aytasan chish deb. Mikrofon. Onam borda. Onam bor. Ha, yo'q, o'zi pastda mikrofon yo'qadi. Afi bilasan-ku, просто boya menga sahida yomon gapirib, sendan qo'rqyapti-da hozir. Gapirishga senga. Yo'q, endi men qo'rqaman. Yo, u qo'rqyapti sendan. Bir nimalar tashladiki, gaplashmaydi. Yo, bilib olma. Yomon gapirmaydi yo'qmi? Oy, bitter. Ayaz. Bittada. Endi gapirdim. Nima deysiz? Sabit to'xta, ovozing kelmayapti. Ana bir nima bilan o'chirsak keladi. Shuni gapirmay. Nima? Qo'yganda o'zim gaplashaman. Awesome. Bu faqat men PUBG kirgan bu endi bugundan boshlab faqat men PUBG kirgan paytim kiradi. Qolgan payt kirmaydi. Так что gaplasha olmaysan. Afifa, biz siz bilan gaplashuvdik-ku, boshqacha gapiruvdik. Nima deysiz, Chuman? Siz bilan gaplashganmiz yo'qmi? Ha, yo'q, bilaman. Hamma gapingizmi? Yo'q, gaplashmayman, men qatnashman. Bilmayman. Gaplashaymi? Yo'q, gaplashsa yomon qiz bo'lib qoladimi? Menday bo'ladi. To'g'rimi, jonka? Oilali bolaga gapirsaman bo'ladi. Bilmas demam. Help! Oy, pipet. So'ngli tushgandir, gaplashyapti. Senga nima? Urushasan-ki, hamma qiz bilan men hayronman. Boshqa gap bormi o'rtada, Sabi? Awesome. Online virtual fikirler yoktu. Ben kellece aldınız mı?
Конечно. Jonga mos chaqiraman. Krisiga o'ldirib ketdi. Cho'chib. Amerikaga ketishku, nima qilishga o'xshaydi? Men bilan I'm birga ketadi. recalling a teammate. Nima deysiz? Xotini bor buni baribir. Nima qilishga Thanks. o'xshaydi? Xo'p, men hech nima demayman u. Men bilan birga ketmoqchi Amerikaga nima edi? Qaysi? Bizani отношения серьезно, hazil emas, qolgan qizlarga o'xshagan jetski bo'lmayapti. Sen tushunmayapsan sen. Seni понятga yetmayapti. Sabi. Nega gap yaxshi? Nima? Bir jon oldi bor ekan. I got supplies. O'qini ham tashlab ket. Yaxshilik qilsa oxirigacha qil. Mujik bo'lay. Chiga. Jonkan. Men mujik emasman, men qiz bo'laman. Ha, sani. Bilay, urmaylar, iltimos. Qo'rqib ketdim. Yur Jonkan, na, supurgimga meni olsang, sen orqangdan kela olmaydi u. Ajab bo'pti. Belimdan qattiq ushlamachi, yiqilib tushmaysan. Chuchima, men o'zim san himoya qilaman. Ular gapiraveradi. Xotini bor buni. Ketini chiqmaydi. Nima qilasan? Ketini chiqmaydi. Men bu bilan ketmoqchiman. Erta keladi, ko'ramiz, to'lasa dokumentlar to'g'rilaymiz, ketamiz biz. Серьезно aytyapman, behasib, без прикол. Aslida bunga ishonmang, bu o'zi kichkinagina g'alati bo'ladi. Da, 2 metrlik. Nima deysiz? Bu kichkinagina bo'ladi debdi. Supurgi bor ekan. Ketamiz. Ketamiz, o'shaning uchun bo'ldi. Foydadan. Yo, Как? menga полностью ketamiz Amerikaga dedilar. Ладно dedim. Xo'p dedim. Потом qarang. Amerikaga qanaqa olib ketish mumkin? Nima desa bo'ladi? Nikoh o'qitirib, Короче, chiroyli qilib tushuntirilganda, bu meni xotinim bo'ladi. Tamom, da, men bunga uylanaman. Tamom. Nima deysiz? Bunun ikki xotini bor buni. Qanday bu nikoh yurtadi? Xotinlarni olib ketamiz qo'shib. Bunga ketmaydi. Sizlar ketmaydi. Xo'p. Indamani. O'zimiz hal qilib olamiz, bunga gapirish foydasi yo'q. Suvini ol. O'tiring ketaylik. O'tirmayman. Indamani. Opam Muzda o'tir. Opam deb gaplashuv. Muzda. Nada, xo'p. Ha, o'zingnikini olganda suv qo'y. Yashili saniki. Shahar yashashgan. Yomon qilgan. Nima? Nima deysiz? Yomon qilgan, ko'pam gaplashmayman. Nimaga yomon qiz? Men yaxshi ko'raman buni. Sevaman, men muttala bo'lib qolganman birinchi ko'rishga paytim. Nima qilgan? Muttala bo'lib qoldim men o'ziga birinchi ko'rgan paytim. Men shu yerda turasiz. Digar, sen shoxda yursang, men bargda yuraman. Voy appalaringni. Mana. Marked a location. Help me. Voy sichordingni. Tabii ki gidelim ko'tarib. Don't give Да. up. Your teammates can still recall you. I'm recalling a teammate. Молодец, Jonkanman. Thanks. Sabi uyalmaysan shunday yaxshi qizni yomon qizga chiqarishga. Yomon qilgan.
Yomon qismat, yaxshi qiz. Ovoziga qara. Ovozi yana unaqa ovoz bilan kelyapti birga nima edi? Nomi esimda. Hayvoncha. Qizamiz menga. Men bu qizni yaxshi ko'rib qoldim. Men gaplashdik, bir-birimizga to'g'ri keldi, garochi. Xarakterimizdan to'g'ri keldi. Gazmi dedim, bu ham martaga bo'ldi. Gaz 907 dedi-da, конечно. Gaz to'xtatib turmoqman. U martlikka kirmay, ujalablikka kiradi. Gaz Gapirma ko'p. Nimaliga kiradi manim? Watch out! Nimam temir. Xo'sh. Oh my goodness. Voy apalaringni. Betar bo'ldi. Na. Hatta bo'lsa bir reyting bosdik. Plus bet har bo'lsa ham. Allo. Afifa, erta o'zing kelasanmi? Nada yo'q. Mana bunaqa oyog'ingga kiyib yaxki. Mayli. Maqlay, unaqa birorta gastnitsadan joy aytib qo'yam, bir haftalikmi, necha kun qolasan? Yoki bormi Samarqand biror tanish? Bizlar farqi yo'q, o'sha yaqinroq joydan olib qo'yaverayman, boraman-ku. Keyin to'g'raman sizga. Bo'l, tamom. Bunaqa. Xos. Majnun, uylanyapman jigar. Shu uylanyapsizmi aka? Ha, mana bu Afifaga qanaqasi alqisini ko'rmagansiz-da. Oh my goodness degan qizni o'zi. Amerikaga ketamiz keyin birga. Amerikalikda. Yaxki. Menga ham topib bering aka. Amerikalikdanmi? Ha. O'ziz Yevropada yuribsiz? Murodadan. Amerika boshqacha-da baribir. Yo'q, Amerikaga ko'p qiziqmang, jigar o'zim akam yuribdi. Tushunavering. Oldingida emas. Qarang shunaqa. Men prosta kechqurunlarga boraman. Bo'l jankam. Men prosta bu qizni yoqtirib qolganman-da. Bu ham nanglayapti. Davay, sen menga yo'q dedi, garochi ko'ramiz dedi. Dangaldi. Tamommi? Xudo xolasa ertaga keladi, viza hamma narsasini to'g'rilaymiz, zaks Pokiston o'tamiz. Shu bilan ketdi bir oydan keyin. Amerikada PUBG o'ynaydigan qizlar yomon ko'p edi, oldin turzimda. Yomon ko'p edi. Ha, mandan bittasi bor edi. Menga zo'r gap gapirganda, aka olib bersa, men bilan partdan turasizmi dedi. Opa, hazillashmang dedi. Bittasi 97 kolleksiyada o'ynardi-da aka. Bilmadim. Yo, Sabi gapiryapti, nima qilmang, Tudensdan gapirmay debdi. Qanday bunaqa chiroyli qiz, prosta bu qizga kuyibdi-da, o Sabi. Bilasizmi? Yomon chiroyli-da bu. O'ynanib ketaydi-da. Jiplashlardan. Qanday xotini bor buni uyga bo'ladi. Yo, qanday? Nima? Men o'zim taklif beryapman. Bu ham martga gapiryapti. Bo'ldi, tamom, o'ziga o'veramiz debdi. Yo, o'zingizga o'veramisiz debdi. Ha debman. Men erta boraman, seryozni debdi. Bo'ldi, kel debman. Ular sen bugun kel dedim. Yo, ishlarim bor bir ikkita, hozir oyimga ham aytaman debdi. Что sizga erga tegayotgan debdi. Borish kerak. Ha. Bo'ldi, oyisiga ham aytib qo'ydi. O'sha oyisi bilan kechqurun gaplashaman, garochi hammasi hal bo'ladi. Shu bilan erta keladi, dokument to'g'irlaymiz. Zaks arizani topshiramiz, bo'ldi, shu bilan. Ha. Ketdik. Ha. Bo'ldi. Ko'ngil yoqqan bo'lsa bo'ldi-da nima. Shuda. Aytgancha jigarlar, kimgadir arzon va ishonchli, omadli yuz albatta kerak bo'lsa, siz shaxsiy yuz, ya'ni shaxsiy yuz servisiga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mana yuz kanal ko'rishingiz mumkin. Har kuni atsiblar tashlab turadi. Yuz ishonchli, muhimi ham omadli, ham ishonchli. Yetmaganiga 1 minutga qolmasdan yuzga tushadi jigarlar. Eslicha kommentarda silkasini qoldiraman. Ha, aytgancha videoga bitta tona like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Bor buni xotini bor. Ajrashaman? Qizi ham bor.
Ajrashsam ham ularni tashlab qo'yaman deyapman-ku, to'g'rimi? Ayfa san nima deding? Masalan, bolangizdan xabar olib turasiz dedingmi? Men hech qanaqa adovantim yo'q dedimmi? Da, voy. Bunaqa Nada. kut xarakteri yo'q bu qizni. Hech qachon. Biz gaplashib qolishga o'tlik-ku. Qanday nimasi? Sizlar u lamatsiq qilasizlar. Da, sizlar o'zbek qizlar nimasi minus? Lamatsiq qilasizlar, lekin Qayerga ketadi? Nima deysiz, tushunmadim. Endi kelib ketasiz, qayerga ketasiz bularni? O'zimiz bilan olib ketamiz. Dokument to'g'rilansa bo'ldi. Olib ketish problema emas. Ketmaydi. Bo'lmasa ham o'sha. Endi unisini o'zlari hal qilsa kerak, bilmayman. Ertaga men O'zlar hal qilmaydi, o'zlar hal qilmaydi. ha, uni hamma o'zim hal qilaman chiroyli. Sen shahakan problemasini hal qilasan. O'zi hal qiladi o'zini ishini. O'zi ketgisi kelayotgan bo'lsa ketadi-da, to'g'rimi shahaka? Da, Afifa o'zi ham ikkalamiz ham chiroylimiz aka, yomon chiroyli bolachanamiz tug'ilsa kerak a. Nima demadi? Da, конечно. Vashsha shirin bolachalar tug'iladi. Qanaqa bola? Qayerdan bola? Qanday biz o'zi rejalashtirib qo'yganmiz. Maksimal ishtadigan uylangandan keyin 1-2 yil ozgina yashaymiz, keyin bolamiz bo'ladi degan. 1-2 yil ozgina aylanib olish kerak degan. Unisigacha aytib tashlash pizdец boshqa narsa-da. Yo, endi amiga aytyapman-da, ishda og'iz yopilsin dedi, Zaynab qildi-da. Bu ishonmayapti-da hozir, tushunayapsanmi? Shuncha aytdim-da. Bilmayman. Mayli ishonsa-ishonmasa, ketganimizdan keyin ishonarlar, balki bilmayman. Da, erta xudo xolasa ikkalamiz kelgan paytimizda viza tashiyman. Afifa, habomeni jalab ekansiz. Ey, ortiqcha gapirma, nima bo'ladi? Lishni gapirma, bo'lajak xotin bu. Habomeni, habomsan bu qo'yindi. Lekin jalab ekansiz. Mayli, xafa bo'lma. O'zini mumkin bu gap. Bu o'zini baxt uchun kurashadi, san gaping bunga bir teng. Mayli. Bu gapga ham tushunmasa kerak o'tim. Men chiqishim kerak bo'pti. Sen ham chiq, xo'p. Kimdirlar bilan o'ynab yurma. Ishdan bor bu. Zaks qog'ozni olib ketib, ariza topshirib kelay, u chiqarib tashlashim kerak-ku. Блядь. Пиздец, жирносы. Уф, блин. G'alati bo'lib ketaman, reально. Majnun aytib qo'ymay, Sabina o'ziga prank qildim hozir. Hopmi? Mujik bo'ling, faqat u tormoz tushunmadi. Siz qachon aytmoqchisiz bu qizga? Hozir aytaman. Chiqing deb yozyapti. Sal kerak hozir, sal asab buzilsa hozir xotirimga borib yozib, boshqa narsa qilakan aytaman. Sal miyasi buzilsa. Bila. To'xtama, hozir bitta adila chiqib ketdi. Menga chiqing deb yozyapti, aka boringchi. Bo'pti. Aytib qo'ymay. Короче, jigaruxalarini ko'rdilaringiz. Afifa bilan biza tipa gaplashamiz-ku, bunaqa emas-da, endi bo'la hali paplan bilan narsa yo'q, ochiqcha gap. Hozir prosta Sabi videoni ko'rayotgan bo'lsa, xafa bo'lishi, jiga. O'shan singlimsan bilaman. Fattar. Nima, faqat qizlarga prank qilamiz, faqat san dugonalaringga prank qilamiz. Senga bir prank qilaylik deb ijaga kelib qoldi-da. Afifa ham kattakon rahmat. Ba'zi dushni senga. Hadbishi. Anga ketayda, atsam. Ya. Nada, mele yerib ketib qoladi hozir. Bo'pti. Qo'y, meni подписчикlarga aytib qo'y. Jon kelam to'chilam, bitta like'lar bosib qo'yasiz deb qo'y, chota like bosishmaydi hozir. Sen aytsang bo'lsa, shuni chiroyli qiz aytayapti. Go, hammamiz like bosamiz, tindirmaymiz. Mana shu qiz shu. Tinib qolsa ko'tib ketadi. Instagramga ko'rsatib yuboraymi?
videoda. Da ko'rsinlar. Bo'ldi, mana shu APS uchun Instagram deganlar. No sho'xlik qilib bir nima gaplar yozmanglar. Mani qizim bor, gazetam beraman. Yozlicha, podpiska tashab qo'yinglar. Bo'pti jigarlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan har doimgidek shahar bo'ldi. Bugun prank Sabiga bo'ldi. Charchamanglar.